Kechir ana. Abduri Obuljan Mehmetimin qağalıq. 41 qissam. Azhar o'zining bir tuqqan qon qarindosh akasining bunday paskesh ishlarni qilganligini xiyoliga keltirmagashga. Bu ishlar Azharga bakli ig'ir kelgan edi. Azhar kayniga o'rilibla ayoli Zuhraga nafrat bilan qarab, "Sip. Men sana nima qilgan? Shuncha yildan beri men seni baraqaytam urib yoki tillab baqdimmi? Nimishqa mening do'ppamga jigdi solsa? Nimishqa? Eyta! Gap qila. Zuvaning tutilib qoldimi yasinim? Ata degan kudigo'pangni yig'ishtirib ko'zimdan yo'qa." Oshxonaning temiga yo'linib, o'ziga o'val qilinganidan öksüp yig'layotgan Zuhra Azharga qarab yig'lab, "Azhar, men siz bilan to'y qilgani necha yil bo'ldi? Acaba siz mening qanday odamligimni bilmamsiz? Men ashundoq shalloq paskesh buzuq ayolmi? Atiganda olim degan hayvon mening qo'limni polaning taqsi bilan qo'shib tutib olgan. Men uni tillab polani o'rivetdim. Sizni xato tushunib qolmasin deb sizdan bu ishlarni yashirishga majbur bo'ldim. Bugun bu hayvonning bunday qiladiganligini men nima bilaman? Menga ishonmasangiz hayotim orqali sizga isbotlab beray." Zuhra o'rnidan turdi-da, oshxonaning temiga qattiq o'sib elib o'zidan ketdi. Asli Azhar ayolini chekib boqmoqchi bo'lgan edi. Biroq o'ylamgan yerdan bu ish yuz berib qoldi. Azhar darhol Zuhraning yoniga kelib, Zuhrani ko'tarib uyga akirdi-da, uni yotqizib qo'yib, peshonasidan oqqan qonni surtib, Zuhraning beshini doki bilan tang'ach. "Hay ahmoq xotin, nimishqa bunday qilasiz? Men sizga shaxsiz ishonatdim. Meni kechiring. Hammaga men ayiblik. Men qo'tong'i bo'rini o'zim boshlab kiribdiman." deb azoblanib yig'lab ketdi. Azhar onasining holiga qarab yig'layotgan bolasini bazlab, "Yig'lama hajinim o'g'lim. Opangga yetib bo'lmadi. Hamma xatolik menda bola." Azhar o'ysiz yotgan Zuhraga qarab untinsiz o'ltiradi. Azhar olimning qilgan ishidan mangu nafratlanadi. Biroq olim bo'lsa, Azharning uyidan yugurgan payda qaychib, yerim kecha bo'lganda o'zining burunga turgan joyiga bordi. Biroq tun qorong'u bo'lg'achqa olim hech narsani va qaysi yo'lga mengishni farq qilmay, qahridan sovuqda itdek titrab, tishlari kosildab ketdi. Olim nega, qayerga berishni bilmadi. Olim panohlang'udek bir joy topolmay, xixning do'konining oldiga kelib, u yoq bu yoqqa qarab, bir navoiyxonaning tunurini ko'rdi-da, ichida intayin xushal bo'lib, tunurning ichiga kirib o'ltirdi. Bu hayvonning taliga tunur ichida ko'miklik o't bor bo'lib, olim o'tni motilab, ozroq cho'g' chiqarib, bu kechining sovuqidan daldalandi. Atigan soat 5lar atrofida Navoiy ustam ikki shogirdini agashtirib do'konga keldi. Navoiy ustam do'konning eshigini ochib, bir shogirdini xamir yug'urishga, yana bir shogirdini tunurga o't qalashga buyurib qo'yib, karavotga chiqib uyquga ketdi. Shogird bir quchoq o'tini akilib, tunurning eg'izini ochay deb qarividi, biroq tunurning ochiq ekanligini ko'rib ichdi. "Qiziq, oqshom men tunurni yopqinim aniq esimda bor. Biroq endi tunurning eg'izi ochiq turdi. Bu qanday ishdi?" Shogird shuni xiyollarni qilib qo'rqib tursa-mu, asta tunurning qiyshig'iga kelib, tunurning ichiga qarab qo'rqib varqiravatdi. Olvasti bakan, qutqizinglar!" deb yugurib do'kon ichiga kirib ketdi. Olim oqshom beklar to'nglab ketgachga boshqalar tashlavatgan tushlik chaponni kiygan edi. Biroq shogird olimni ko'rib jiniga o'xshitib, beklar qo'rqib ketdi. Olim varang-churungdan uyg'onib, ishning chatoqligini bilib, darhol tunurning ichidan chiqib qaytib ketdi. Karvatda bexiraman uxlayotgan ustam shogirdining barqirgan ovozini anglab, qattiq cho'chib uyg'onib, qo'rqqanidan chiroylari to'tirib ketgan shogirdiga qarab, "Ey harom tomoq, nima eshakdek g'angrab tovlaysa? Nim bo'ldi sana?" Shogird qo'rqinish ichida jiddiylashib kekeshlab, Men tunurning ichida qop-qora bir yungluq olvostini ko'rib, qo'rqib o'lay dedim. "Ay ahmoq,
Asırkı zamanda nədiki olvastıken o? Senin erkek bulup toğulup kağının. Yüreğimen qara bakay. Dep şagirdi bilen Tunurning qiyshig'i berib qo'rqib tursimu, asta Tunurning ichiga qaradi. Biroq Tunurning ichida hech narsaning qarisini ko'rmagan ustam shagirdiga varqirab. Ey laqva qo'rqinchoq. Qani sen ko'rgan olvasdi. Ko'zingga ishdan kiyvaganmi? Sit. Şu halınğı erkeksen. Bana berip otunungni qala. Dep do'konga kirib ketdi. Tang bara yurib, illiq quyoshning sehiy nurlari atrofga chechilyotdi. Olim Ro'zimamatning uyining oldiga keldi. Biroq ishga qulib selingan edi. Olim nihoyatda hayron bo'lib, Ajab ishga qulib seliqliq turadi-ku. Dadam ya mamamisa, o qayerga ketgandi? Deb shulani o'ylab to'yishiga yoniga ayol qo'shnisi chiqib, "Oy balam, kimni izlaysiz? Bu uydagi odamni izlasangiz, u yo'q." Olim u ayolning gapidan hayron bo'lib, "Acha, bu uydagi odam ya mamamisa, nega ketgandi?" U ayol ig'irtinib, "Hay, nega ketadi? Yer ostiga ketdi. U bir haftaning oldida o'lib ketgan. Ay bechara, bekli echinish o'lib ketibdi. Onunğa qaraydigan odam yo'q. Açlıqdan, usuzluqdan ölmey, soğuqda tonlab qapdı. Men uyning orqasiga qo'y baqili chiqib, qo'yim mushu uyga kirib oldi. Qo'yimni to'sish uchun kirsam, uyning eshigi ochiq turdi. Men Ro'zimamatning mehib ishkanligini bilgachga, nemish bo'lgandi deb qarasam, nemish qimi qarg'an bo'lg'aydim. Ro'zimamat o'mlab tushganmi, yerda yetib tonlab qapdi. Men mahalladagilarni chaqirib, uni mingtasida uzitib qo'ydik. Uning ayolimi toza vafosizkan. Eri shundoq ojiz tursa, uni tashlab ketib qapti. Olim qo'shnisining gapini anglab, ozroq azoblangan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan xushal bo'ldi. Olim qo'libni chiqib kirib, uyga kirgan bo'lsa-mu, biroq uyda odam tugul, insi jinning qarasimi ko'rinmaydi. Maxtumxon shu qitim chiqib ketgancha sirtlarda necha kun sarsoni bo'lib tilamchilik qilib turgan paytda 60 yoshlar atrofida pensiyaga chiqqan bola chaqasi yo'q bir bovoy bilan tanishib qoldi va Ro'zimamat o'lib ketgandan keyin Ro'zimamat bilan ajrashish rasmiyatlarini o'tab Ro'zimamat bilan ajrashib ketdi. U bovoy Maxtumxonni amriga elib yaxshi yegizib, yaxshi kiygizib baxti. Maxtumxonning hozir yemak-ichmak kiyim-kechakdan g'ami yo'q. Faqat bovoyni yaxshi ko'rsala, boshqa ishi yo'q edi. Maxtumxon necha kundan beri olimdan ansirab, uning derigini qilgan bo'lsa-mu, biroq hech bir derigini qilolmadi. Olim uyga kirib, qalaymaqon bo'lib ketgan uyni yig'ishtirib, uyni setib etib, boshqa yoqqa ketishni o'ylagan edi. Olim bekli to'nlab ketib, o't qalash uchun mashning yeniga keldi. Amdala o'tin salay deyishiga olimning qo'rsqi to'yuqsiz mujib og'irib ketdi. Voyjon. Oy, ajab qo'rsqim bekog'ila og'irib ketdi-ku. Bu nima shamdi? Men bozorda hech narsa yemagan. Oqshom shu asarning uyida deb gapning oyog'ini chiqaramay qattiq yo'tilib ketdi. Olim yo'tila to'xtamay ig'iz burunlaridan qon yenib ketdi. To'g'ri. Men azarga zaharli suv akirgan. Biroq men bu suvni esimda yo'q, o'zim ichib topdiman. Voy, jon, voy qo'rsqim bag'la og'rib ketdi. Men o'zim ko'zga nishonga yetmagan. Men asarni yo'qotishim kerak edi. Biroq o'zim qo'ligan o'rg'i o'zim tushibdiman. Men mushundaqli o'lib ketamdim. Olim o'ri turishga maqduri yetmay, asta ko'z yumib Mushu daqiqada, mushu minutlarda olimning har bir qilgan xato ishlari, har bir bosgan xato qadamlari olimning ko'z oldidan xuddi kino lensisidek bir-birlab o'tib, uning yuraklarga xanjar bo'lib sanjilmoqda edi. Olimning nafaslari qisilib ketdi. Olim sof havodan kuchab nafas olgan bo'lsa-mu, biroq tabiatning illiq havolari olimdek razil hayvonni tashlab etdi.
Olim o'zi qilgan ishlarning jazosini tortmayla bu yo'riq dunyo mangu xo'shlashdi. Maxtumxon shu kuni kech tushida olimning ko'ni uyda o'ziga qo'l pulanglatib, "Ana, jinim ana, seni bek sig'indim. Ana bir kelsangchu" degan ovozlari Maxtumxonning quloq tubida aks sado bo'lib qaytdi. Maxtumxon adigan sahar turib, boshqalarning mashinasini bo'labla ko'ni uyga bordi. Uyning eshigining ochiq turganligini ko'rgan Maxtumxon oldirab-soldirab uyga kirdi. Maxtumxon qo'rqib tursimi, uyga asta-asta kirdi. Maxtumxon olimning qon orasida milinib yotganligini ko'rib, olimga o'zini otdi. "Olim, jinim bolam, ko'zimning qarisi o'g'lim. Ko'zingni och, jinim bolam, ko'zingni ochsangchi. Ne bo'ldi sana? Seni sodi kim qasladi? Ko'zingni ochqina bolam." Maxtumxon olimni quchoqlab to'xtamay yig'lab o'tadi. Biroq olim mangudan mangulik ko'z yumdi. Dunyoda shunday bir haqiqat bor. Odam bo'lmoq oson, biroq inson parvar, vijdonliq, g'ururliq odam bo'lmoq nihoyatda mushkul. Siz cho'ng bo'lguncha o'zingizning ishki dunyoringizni kuzatib baqdingizmi? Sizning ota-onangiz har ikkilisi hayotmi? Ularning go'zal chehradagi yo'l qo'riqlarni, shifoliq buloqdek bir jup qo'llaridagi son-sanoqsiz yara bo'lib qapirib ketgan qadoqlarni sanab baqdingizmi? Onangizning shuncha yillardan beri "Balam, jon jigirim" deb sizni javr jabolarda beqish uchun chochlarga o'rnatgan son-sanoqsiz oq chochlarga qarab baqdingizmi? Sizga tog'dek yuk bo'lgan, siz dadam deb boshqalarning oldida gavdangizni tik tutib yashashingizga turtki bo'lgan shu tog'dek dadangiz ishdan charchab kirib, usuzlikqa tashna bo'lgan vaqtlarida siz bir haqiqatan bo'lsa-mu, "Dada, jabo tortding. Bir yutum choy ichgina" deb o'ri chiqib turgan issiq choyni dadangizga tanglayalidingizmi? Mehrlik onangiz, tog'dek dadangiz to'y qilib, onangiz tunji qaytam sizga homildor bo'lgan chaqda onangizning cheksiz xushallik ichida hayajonlanib, "Men ona bo'ladigan bo'ldim" deb onangiz qiyin-qiyiniga potmay xushal bo'lsa, siz onangizning qo'rsiqida texi necha oylik bo'lsangizmi, jabokesh dadangizning onangizning qo'rsiqiga quloqlarini yiqib, sizning midirg'andagi harakatlaringizni anglashga qanchalik taqozo bo'lib ketadiganligini, o'zining dag'da bo'lish oldidagi xushalligini siz bilmaysiz albatta. Siz tug'ilgandan keyinchi go'zal chehradan nur chechib turgan onangiz, egiz gavdasidan otaliq mehri chiqib turgan dadangiz, har ikkilisi o'zini sizning keyingi baxtingiz uchun otib yetadi. Agar dadangiz mushu "Kechir ona" degan asarda tasvirlangandek sizni va onangizni baldurla tashlab ketib qolsa, yana shu mehribon onangiz va qarindoshlaringiz bilan qolasiz. Ko'nlarda qarindoshlik mehri cho'nqur bo'ladi, xuddi tegi yo'q dengizga o'xshash deydigan. Bir tuqqan qarindoshlarimizni qadrlab, ularning dard holiga yetib qo'yishimiz. Bug'doy nening bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmidi deganga o'xshash bir qayrinda bili yerilib, bir onadan tug'ilib, bir onaning ko'ksini tortishib emib cho'ng bo'lgan kanmiz. Cho'qim qarindoshimizni qadrlashimiz, ularni pat-pat yo'qlab turishimiz, ota-onamizning yo'qligini chandurmasligimiz kerak. Balkim siz qarindishingizdan boy bo'lishingiz mumkin. Sizning pulingiz ko'p bo'lishi mumkin albatta. Siz pulga qo'lda tutqilib bo'ladigan, ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan narsalarni setib olaysiz. Biroq siz o'ylab baqdingizmi? Ota-onalik mehrini, qarindoshlik mehri muhabbatni shu ozg'ina 2-4 tal pulingizga setib olamsiz. Siz eg'ir kasal bo'lib sizning ko'zingizni yoki bo'rikingizni almashtirmoqchi. Ammo sizga mos kelgudek ko'z yoki bo'rak tepilmadi. Bu chaqda siz qanday qilasiz? Sizning o'ylaydiganingiz zodi kim? Siz mushundaq chaqda yana shu dövelab qo'ygan pullaringizga tamanno tortib, pullaringizni ko'z-ko'z qilamsiz yoki pulingizga o'zingizga mos kelgudek ko'z yoki bo'rak setib olish uchun izdanamsiz? Yo'q, bu aslo mumkin emas. Boshqa yot odamlar pulni deb qandaqmi o'zining hayoti bilan o'ynassin. Tan saqliq zo'r boylik degan gap bor. Boshqalarmi o'zining tenining salomat bo'lishini orzu qiladi. Biroq sizning bir qursa qarindishingiz undaq emas.
Siz shundoq ig'ir ahvolda qolganda, yelg'u ko'z yoki bo'rakkan o'zining hayotiy badali orqali sizni qutqizib qelishi mumkin. Chunki ular sizga chidamaydi. Sizning qarindoshingiz sizni o'zining eri yoki farzandidan ortiq ko'radi. Mana bu qarindoshlik mehr muhabbat. Mehribon qadrlik bo'lgan onangiz sizni deb o'zining kelgusidagi g'oyasidan voz kechib, sizning keyingi baxtingiz uchun o'zliksiz tirishadi. Mana bu sizning onangiz. Ana bizning bolaligimizdagi tunji ustozimiz. Onalar bo'lg'achqala biz yo'riq dunyoga ko'z ochib, go'zal tabiatdan huzurlandik. Onalar bir qo'lida beshigini tavrasa, yana bir qo'lida dunyoni tavratadi. Onalar sizga nurg'unlagan ishlarni o'rgatdi. O'milashni, qo'shiq tutib tomoq yeyishni, jafolarni yengib turmushga iliq bir tabassum bilan qarishingizni, yana texi boshqalarni qanday muomala qilishni, yaxshilarga qo'ldosh bo'lishni, yomonlardan nafratlanishni o'rgatdi. Aziz anglag'uvchilar, oxirida sizlarga deydiganim, ona bo'lg'achqala sizlar bo'lgan. Onalarning chehri kulsa, sizlarning yuraginglar kuladi. Shunga biz onalarni qadrlaylik, ularni asraylik. Dunyodagi barliq onalarning hayotlik safari o'ngishli ham qutlug' bo'lsin. Ularning chehridan manguga kulka va tabassum o'zilmasin. Obuljon Ma'mudimin Qog'iliqning ta'sirlik bo'lgan Kechir ona nomli asarning barliq bo'limlari mushu yerda oxirlashdi. Oxirda mushu asarni o'qigan va anglagan barliq do'stlarimga chin ko'nglimdan tashakkur aytaman. Yana bir asrimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.